Ah darddan ko'z yoshim yuzlarim yuvar eslasam vücudim bo'ladi Keling, doda nima xizmat? Yuz xuloschi xo'jayini shumi? Shunaqa. Chaqirib yuboring, bir og'iz gapim bor. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum doda. Shu darajada ham o'xshashlik bo'ladimi? Bolam o'tirib gaplashib olsak maylimi? Ozgina shoshib turuvdim. 1 soatdan gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Doda, shu bola bilan mana joylarni ochganmizda nima savolingiz bo'lsa menga beravering. Qani. Shu darajada ham o'xshashlik bo'ladimi? Kim bilan? Rahmatli o'g'limga yomon o'xshatgansiz. Mana shunaqa joylarga osh yegan olib kelardi. Endi kim olib keladi meni? Bo'ldi, yig'lamang. Tepaga chiqaylik, o'tirib gaplashib olamiz. Yuring. Yeb gaplashaylik. Bo'ladi. Sog'lik. Mana mashinani ichib oling. O'g'lim ham kompot ichaman faqat san parosat ishlab osh zakaz qilardi. Bu qanaqa oshingiz? Choyxonami, to'y oshimi? Choyxona osh zakaz qilib berardi. Ozgina nima-chu, mana do'lmalari, qazilari va bedana tuxumlari yeganlar. Ozgina undamda burchaga sepib qo'ygan salatlar. Bo'ldi. Bitta choyxona olib kellaring. Esiga tushib qolib, qatu salat ham zakaz qilardi. Qatu salatdan qo'shib yuborlaring. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bolam cho'mchagimga pul solib qo'yardi doim. So'm bermay ishlatib qo'yaman desam, dollar solib qo'yardi cho'mchagimga. Oxiri shu mashina olib beraman dedim sizga. O'tib ketib qoldi o'g'lim. Malibu Primera bermoqchisiz. Siz nima yig'layapsiz? Bitta mashina esimga tushib ketdi. Ko'tiga deb haydab yubordi. Bolam mehribon bo'lgan yo'q. Bu yancha o'tkazib yubordi. Oxirgi bezga berib yubordi. O'g'lim ovqatni oxirgacha yeyishimni qo'yib berardi.